eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizni qo'shib eling. Hozir yo'qlama qilamiz. Muhammad. Ba. Toyir. Ba. Aygul. Ba. Maynur. Ba. Hammanglar to'liq kelibsizlar. Bundaq bir ish bor edi. Osiyo ma'lum og'riq. Shunga to'liqsiz 3-yillik 3-sinfning sinf mudirligini bir singlar o'tkazib olsanglar. Qey ma'lum, siz chiqandaq. Men bak aldirash. Toyir ma'lum sizchi? Mening ishim bak aldirash. Bu ishni oydisidan chiqib bilamasman ekan. Men bo'lay akirmalim. Siz? Qandaq? Bo'lmam deganman. Siz bo'lmassizmikin? 3-sinfning baldiri bek kapsiz. Ders kirgan muallimlarning hammasi qaqshab chiqadi. Meningcha Muhammad ma'lum 3-sinf sinf mudiri bo'lsa, o'quvchilar o'zi qilib qo'yam ekan. Odamning sirti qarab baho berish to'liq be'ma'nilik. Odamga haqiqiy baho bermoqchi bo'lsa, uning bilim saviyasi va iqtidoriga qarash kerak. Undaq siz bek iqtidorli ekansiz-da, ha? Bo'ldi bas. Muhammad ma'lum bo'lsin. Yuring Muhammad ma'lum, ders kiraylik. O'zicha sinf mudiri bo'lib ketgan yalir ekanda. 2 kundan keyin istifa bermagan nima bir ko'rak. To'g'riligini qo'ydim. Oy! Ota! Ona! Kerak tomlik. Bu qaysi molimga? Qaysi molim bu, ha? Aytganayman. Saboqdoshlar, diqqat qilinglar. Diqqat. Bu Muhammad ma'lum bo'ladi. Toshpo'latdan keldimi nima, ha? Bo'ldi. Saboqdoshlar, diqqat qilinglar. Bundan keyin Muhammad ma'lum sizlarning sinf mas'ulinglar bo'lish bilan birga sizlarning til adabiyot darsinglarni beradi. Endi Muhammad ma'lum siz yetakchilik qilsangiz bo'ladi. Maqalamsiz men chiqay. Xo'sh. Umam ders qanaqra? O'ziga bak chiroyli ma'lumga bu. Ma'lum dars. Bo'ldi, ma'lumlik kimdir anglab bakamdi. Ma'lum siz gapim batdi. Ha, degina. Sizning bilingizchi ma'lum. Bek inchikalinga, Mahmudning dadisi Sevatda o'qiydi. Sizning bilingiz shunga bag'ib pes qanda. Javontalachu. Bu soatda o'tirgan darsimiz Teyibjon Iliyevning Alloh takrining o'limi nomli she'ri. O'tmaysizmi ya? O'timiz. Ha. Qanaysan? Yotildingmi? Ne? Siz yodlingizmi ma'lum? Yotladim. Tayyorligimga kirgil olmaydi de. Vallah, Muhammad ma'lum biz bir she'riyatlar paras qanda. Yaxshi. Ma'lum. Ma'lum o'qib bering, ha? Ma'lumni to'kib gap qoldi nima? Endi chiqib, to'qashlab qo'y, ha? O'qima ma'lum.
Sizningcha Muhammad muallim u sinfning sinf mas'ulligini o'z ustiga ola oladimi? Boshqa o'qituvchilarning u sinfni tutqusi yo'q. Hatto bir soat dars o'tkazimi yo'q. Uning ustiga Muhammad muallim o'zi talab qilib turib oldi. U sinfning intizomi texim yomonlashib ketami? Bir mezgil qarab baxmaymizmi? Bo'ptamsa. Bir mezgil qarasa qarab baqayli. Vaqt to'shib qopti. Men hamsi darsga chiqay. Ma'qul. Bilimni büyük böl, o'qishni ulug'. Bilimdan keladi jiniki uquq. Bilimdan, o'qishdan o'zini topsa, bo'lmaydi qimmati, hatto bir fonliq. Bilimdan, o'qishdan o'zini topsa, bilimni büyük bir o'qishni ulug'. Bilimdan keladi jiniki uquq. Bilimdan, o'qishdan o'zini topsam, bo'lmaydi qimmati, hatto bir fonliq. Ulug' bu ishda. Muallim, Ha? yaxshimisiz? Voy, Ayşemgil, yaxshimisiz? Muallim, men bunda bir ishni qilaymikin deb o'ylagan edim. Qani, dana. Bizning sinfda bir qancha yeziqchilikda qobiliyati bor o'quvchilar bor emasmi? Shu sinfdagi yeziqchilikqa ishtiyoq bog'lagan o'quvchilarni yig'ib, adabiyot, ijodiyot kursiga qursaqmikin deyman. Sizningcha qanday bo'lar? Buni nihoyat yaxshi o'ylabsiz. Men buni adabiyot ishxonasidagi o'qituvchilar bilan maslahatlashib, ondan sizga javobini beray. Qandaq? Ma'qul muallim. Undaqda men sinfga kirgiztiray. Bo'pti. Bo'ldi, xo'sh. Xo'shamsa. Muhammad muallim. Ha? Vallah qandaqroq. Balalar. Yaxshi, lekin sal chechilan ekan. Siz qara qilay deysiz. Cho'qim o'zgartib ketalayman. Nihoyat yaxshi. Hey? Magiz qarang. Nihoyat yaxshi yozilgan hikoya ekan. Avtori bizning maktabda ekan. Kimdi bu? Danish taxallusda e'lon qildirgan. Xeyli yaxshi yozilgan qilamdi nima? Shundoq. Bo'pti, keyinroq o'qib qolamiz. Zakir muallim? O'quvchilarning fikri, o'quvchilarning ijodchilik ro'yini yuqori ko'tarish uchun ehtimimizda adabiy ijodiyot kursiga qursaqmikin deyman. Sizningcha? Nihoyat yaxshi o'ylabsiz. Sizningcha kim yetakchilik qilsa bo'lar? Mana o'zim yetakchilik qilaman. Siz? Sizning vaqtingiz yetami? Yetadi. Vaqtning ichidan vaqt chiqaraman. Sizlar qo'llab-quvvatlab bersangiz. Amsa shunday qilaylik. Rahmat. Balalar nimandaq az. Yig'in ichildiganligini uqmanda. Balla davomli shundoq mali. Bizning sinfmi shundoq? Her haftaning birinchi kuni 7 soatda sinf yig'ini bor. Buni balalar uqmanda. Biladi. Shu. Sinfinglarda Muxtar ismli bir savodosh bor ekan. Uning o'rganish ahvoli haqiqatan yaxshi ekan. Hatto darslarga qatnashmanda.
Ha. Muallim, onun ailesida qiyinchiligi bor, shunga u kelmadi. Qiyinchilik bor. Ras. O'tiring. Endi biz bugun ashulanikiga oila so'hbatiga boraylik. Bo'ladi. Qaysanlar bo'ladi? Xo'sh, Malim, ha? Xo'sh. Ma ko'chadimidi yoki ma ko'chadimi? Maladan so'rab qaylichi. Hey, ukam, Muxtar akasining uyini bilamsizlar? Muxtar akamning uyimi? Ma shu. Rahmat. Sizlarga. Uyda bordi. Ha, mana. Ha, keling sonim. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Ha, qani. Muxtarjon uyda bormidi? Ha, bor. Muxtar, Ha? muallimlaring kelibdi. Ha, mana. Qandaq? Tinchlikmi, Malim? Yaxshidimi? Ha, o'tira bolam. Keling. Muxtarjon, men sizning oila ahvolingizni Muhammad Malimga aytgan edim. Bugun Muhammad Malim alayda vaqtini chiqarib sizni yo'qlab keldi. Ma'usumni Muhammad Malim siz uchun oldi. Eling. Rahmat. Ma pulni azosimi o'qish xarajatiga ishlatgan. Qani. Ala. Ha. Ola bolam. Rahmat muallim. Ko'p koyibsizlar. Muxtarjonning o'rganishi bek yaxshi gap. Maktabga vaqtida borsin. Ha, shundoq uyg'onishni aytdi yaxshi. Maktabga vaqtida borsin. Muxtarjon, atliga kirishaylamisa, maktabga Qiyinchilik bo'lsa da biz hal qilish beramiz. Rahmat ukam. Ko'p rahmat. Ata maktabga borishimiz kerak. Ha? Atga kirishaylar. Boramiz qaytaylik. Xayramisa. Birov qilamsa. Xo'sh ukam. Xo'sh ukam. Xo'sh, Malim. Avar qibdoq. Xo'sh. Rahmat. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Rossiya energiya raketasi olam qatnashi guruhining Muhammadjon bola. Shvaskiyanov yaqinda Rossiya axborot vositalariga energiya guruhining 2009-yilda qolgan olam kemasi yasashmoqda. Sen lag'manni yaxshi ko'rsan emasmi? Shonsini da batdim. Shvaskiyanov mundaq dedi. Bu guruh hozir ittifoqamlik odamlik olam kemasidan chiqqani va ilgirlash nomli yuk olam kemasidan xalqaro bo'shliq punktiga olam ushbularga yuk qilyotidi. Energiya guruhi yaqinda 2009-yil, 2010-yil va 2011-yillar o'rtasida har yili ittifoq nomli odamlik olam kemasidan 4 ni va ilgirlash nomli yuk tashish olam kemasidan 8 ni yasashni qaror qildi. U mundaq dedi: energiya guruhining olam kemasi yasash miqdorini ko'paytirishga sabab Amerika olam qatnashi idorasi Rossiyaning olam kemalarini sotib olishga qo'shilgan. Plan bo'yicha Amerika olam aeroplani qo'yib berish bitim sonini azaytdi. 2010-yil butunlay cheklab chiqdi. Shunga Amerika bundan keyin xalqaro punktga olam ushuvchilari va yuk chiqarishda Rossiyaning olam kemalarini ishlatdi.
Endi okeandagi dengiz toshqini ofatida aman qolganlar va qazo Turmush ishingni o'ylasak bo'ladi dedim balam. Mening xizmatim rasmiy qilsa, rasmiylashib bo'lgandan keyin Xizmatning rasmiylashishi aldirmay bir keldi bular. Ammo turmush ishini o'ylashmasak bo'lmaydi-da. Apa. Gapimni anglagan jenim balam. Dadang rahmatlik bo'lgan bo'lsa, hamma yo'lida bo'lgan bo'ladi. Sening xizmat ishingmi bunchalar tasga to'xtab ketmaydi. Dadangmi sening hamma ishlaringni menga tashlab qo'yib bo'ldi, ko'nglim yerim qilma. Dadang rahmatlik bo'lgan bo'lsa, seni allaqachon o'ylab bo'lgan bo'ladi. Bo'ldi qil. Ko'nglimni yerim qilma. Dadam yo'q deb o'ylab qoldigan sen balam. Bo'ldi qil. Ko'nglimni yerim qilma. Ha? Bo'ldi, siqilmaychi balam. Balam. Seni balam bo'ldi, siqilmagan. Tamog'im sovib qoldi. Tamog'imni yeb ol. Canım opa. Kırmızı yerim ama. Apa. Oldu ki olan yerim kama. Tamağını ye. Ha? Sen mi tamağını yiyeceksin? Apa, oldu kal. Senin balam, tamağını yiyeceksin. Soğuk kalmışsın. Biz qachon qo'ysak bo'lar? Men 100 so'm qo'yay. Meni qo'yimdim o 100 so'm qilgan. Familiyamni qo'shib bezang, ha? Ha, bezang. Bezang. Men 100 so'm qo'yay. Sizchi? 50 so'm. 50 so'm. Men 30 so'm qo'yay. Ayizan. Muhammed Malim 30 so'm. Bezang. Ha, biz chiqa turaylarmiz. Ha, chiqaylik. Birdan o'tirmaymiz. Bo'ldi. Men bu chiqay. Yey, Muhammed Malim deyman. 30 so'm qo'yam shuna deyman. Nima degan cho'paya? Shu emasmi? Jurma. Zalga chiqaylik. Jur. Mana Muhammadni o'qituvchi desa, Shuni deyman. hal qarsang, halni otatamaydi uni. Nədimi o'qituvchidek salaydasin. Qarg'ina kiyib olganlar. Bey, pixsiqchimi u. Bir vaqt tomoqdan bozorda yemaydi. Atayin uyga yurib yeydi. Onsam tamakim chekmaydi ekan, oyoq ishmaydi ekan. Seypandakli bir nima u. Hey, ning ishlarini qarmamsa uning, ha? Ya bala. Muhammed Malimni bir satlashtiraylik, ha? Tez bo'l, kap qolmasin yana. Qandoqlar kel. Cimacim. Bugün ötüdüğün dersimiz Dolan Yaşları namlı hikaye. Bu Zordun Sabır'ın vekil karakterlik eseri.
Kenjining obrazini tip darajasiga ko'tarish orqali do'lon yoshlarining Malim, bayqishni men qilgandim. qaysi ishni? Beshingizga suv to'kayotgan ishni. Atdiganda beshini yuyay desam, vaqt qistab qopti. Shuning bilan beshini yumaylik agar edim. Mana endi sen bir umdalla yuyib qo'yding emasmi? Bo'ldi, savodashlar. Endi darsimizga kelaylik. Realizmlik usulda yozilgan bu asar Kenjining obrazini xos darajasiga ko'targan bo'lib, bu nihoyat yaxshi yozilgan asar. Avtor buningda do'lon yoshlarining shu davrdagi xosligini ifodalash orqali shu davrdagi yoshlarning san'atni so'ydiganligi. Jimotre. Bu asarni shu davrdagi realizmlik ijodiyatidagi yaxshi asar deyishga bo'ladi. Bu asarda Kenjidan boshqa dadisining obrazimi nihoyat yaxshi yoritilgan. İşlerimiz o'ylagandikidanmi yaxshi bo'lyapti, shundaqmi? Shundaq ma'lum. Kurjigimizda nihoyat iqtidorli bolalar bor ekan. Bo'libmi iliqi qaysi sinfda? O'chirgichni deydi, ha? Mana. Yaxshi oldu. Men bu kurjikning mas'ulligini ishlash jarayonida mundaq bir o'yga keldim. Oldi bilan sizlar bilan bir maslahatlashib boqay deyman. Demamsiz. O'quvchilarning ijodiyatga bo'lgan qizg'inligini yana bir balda ko'tarish uchun yuqori matbuotlarda asri e'lon qilingan o'quvchilarga rag'batlantirish yuzasidan ozroq qalam haqqi bersak deyman. Bu ishga qanday qaraysizlar ekan? Nihoyat yaxshi bo'pti. Mablag' ishinichi? Ishxonamizda 10 dak o'qituvchi bo'lgandan keyin har birimiz 30-40 so'mdan ihon qilsak, o'quvchilarning xizmat ishiga ishlasak deydi. Sizlarcha bu ishni Mening ozroq ishim bor edi. Men chiqashtiray, ya. Mening maoshim bek tuan. Shunga Mening maoshim bek tuan. Hey. Ha, teshmi? Ha bo'ladi. Men hozir chaya. Mening darsim batdi chiqashtiray, ya. Hay, Maynur, to'xtanglar, sizga deydigan gapim batdi. Pulumdan to'qmoq chiqqandek so'zlaydigan ekan bu Muhammad degan. Shuni deyman. Pul chiqiraman, uni qilaman, buni qilaman degicha bir ayqur yangi kiygan sumasmidi u? Hozir to'y to'kin o'ltirishning ko'pligiga pulni yetkazmay olsa, nahlik pulkan u? Hey, shuni degina. O'zini o'ylashi u. Tamakchika. Bo'ldi, uning gapini qilmaylik. Qani chayga baqsizlar. Rahmat. Ağaç otaslar. Qanchaga keslar. Rahmat. Muhammadjonmi xeyli cho'ng bo'lib qoldi. Bira gapsiz bordi. Oye, o gapning nimsin deyla. Mening mushu balamning ishidan boshqa g'aymimmi yo'qdi. Boldiroq to'yin qilib olsam yaxshi bo'ladi. Sizning ko'ngillarga yoqqidek birasi bormi? Nədiki deyla. Mən tepib berey desem unumaydı. Özüm tapman dep. Ya özü tapmaydı. Hey. Şu balı çoğup qalğanda
Bək təskin. Balamның dostlarının aldı toy qıb boldi. Bizning bir tuqunimizning qizi bor edi. Ikkisi ko'rishib baqsinmi ya? Oy, nimdaq yaxshi. Ma'qul. Bu Mehmetcan bizning oldimizda cho'ng bo'lgan bola. Men mug'imini qilib qo'ymasam bo'lmas. Men berib ko'rish baqay. Xabarini uqqandan keyin sizlarga xabar Oy, qilay. rahmat sizlarga. Mushu balamning ishini bir o'ngishib olsam. Bo'ladi. Undaq bo'lsa men chiqay. Oy, o'tasla. Men hozir tamoq qilishdim. Oy, rahmat. Amarqamay bo'ldi. Chiqay. Oy, quruqlarim chiqadigan bo'ldi. Yo'q, unda deymizlar. Ma'qulamiz. Bo'ldi. Uzatmaslar. Ma'qul. Xo'sh. Bo'pti. Balam, Muhammadjon. Ha? Apa, kela. Voy, senin balam texnik kitap ko'raytibsan-ku. Ozroqla qolgan. Voy, bo'ldi, senin balam. Soat necha bo'lib ketdi? Atiyani ishlaydigan tursang, balduroq demag'ina. Ozroqla qolgan. Balduroq. Bo'ldi. O'zim qilay. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ma'qulamsa. Yaxshi-ku. Sen yaxshi tush ko'rding. Muhammadjon. Ha? Gapimni anglab, endi uxlig'ini. Ha. Nondan ko'proq ala balam. Sen mana. Apa? Ha? Men sana bir ishni deb o'ylab yuratdim. Bilsam to'yishim deyman. Apa. Men har oylik maoshimdan oz bir qismini ishlatay degan. Jinim balam, sening mu pul ishlatay deydigan vaqting bo'ldi ekan-a? Sen birasi bilan bitishib qo'ydingmi? U kimmi? Qani degina? Yo'q, apa. Men u pulni o'quvchilarimga ishlatay degan. Ma'qul degina, apa. Ma'qul, jinim balam, ma'qul. Men sening qaysi bir ishingga yoqtab baqqan? Shu sening to'y ishingni bir yaxshi qilib olgan bo'lsamlar, mening Men qara, apa. Mening o'ylagan yerlarim bor. Bu ishni keyin bir nima deyishayli, ha? Men hozir xizmatga borsam bo'lmaydi. U yerga ishlar bak aldirash. Mangli qarabla qoldi. Men hozir berib shu ishlarni bir taraf qilaman. Xo'sh, apa, o'zingni asra, ha? Xo'sh. Tushdi kelaman. Yaxshiroq tamoq tayyorlab qo'y, ha? Zakir muallim, ishdan chiqqanda vaqtimiz bo'lsa, paranglashsaq bo'pti ekan. Ma'qul. Yaxshimisiz? Zakir muallim, men yana mundaq bir ish qilaymikin deb o'ylayapman. Maktabimizda asarni yaxshi yozadigan o'quvchilar nurg'un emasmi? Shunga men ularni qezib chiqaraymikin deyman. Ha, shundaqmi? Mundaqmi o'quvchilar borda? Men ularga o'z yinimdan pul chiqarib, donish mukofotini ta'sis qilaymikin deb o'yladim. Yaxshi, asli danish taxallusida asar yozgan sizkansizda. Amsi yaxshi ishlar ma'lum. Umidimiz sizda qoldi. Bo'ldi, amsa men qashtir. Rahmat. Ey, odoshqara, men bir qonlashmaganli gap anglab qoldim-ku. Qanday gap anglab qolding? Degina eshitdingmi? Muhammad muallim bilan Oyishamning boshqa bir chotig'i yo'qdi, ha? Voy, nima gapni qildi ekansan? Undaq bo'lishi mumkinmi? Sen bu oldirab hukm chiqarmag'ini. Men u hargiz ishlamayman. Ayşemgül. Yaxshimisiz, Mehmet muallim? Sizni avar qiladigan bo'ldim. Yaqay. Bu maktabda chiqadigan adabiy gazet. Nima degan yaxshi? Ranjimay ballarga taqtib bergan bo'lsangiz. Ma'qul. Hozirlan taqtib beraman. Aysan, qo'lingdagi nima gazet u? Qarg'ana bizning maktabdan adabiy gazet chiqaribdi. Bak yaxshi bo'ldi. Nima degan yaxshi? Nima deyapsizlar?
asar e'lon qilgan o'quvchilarga Muhammad Ma'lim o'z yengil pul chiqarib berdi ekan emasmi? Endi yaxshi. Sening mubada qachon? Jiringlar, sinfga berib boshqa bolalarga taqib beraylik. Ma'qul. Naming ulug', shuhrating cheksiz. Sen suyimlik, muqaddas makon. Sizda qaytmadingizmi? Ya, yo'q. Men sal turib qo'yay degan. Restoranda o'tirgan. Yirga. Men yirga bo'ldi. Asta. Yuring. Men E'lonlar vallahi. Ağaç oturayın. E'lonlar. Olayım sen. Qanasanmi? Qani 30 o'g'il 9 qiz. Birerim gidin ishga sho'ltamaylimi? Kelinglar. Ketiraylik. Xo'sh. Shtoq. Ketiraylik. Shtoq qilsa. Xo'sh. E'lonlar qizlar. Sizlarmi e'lonlar? Evtimiz. Kelinglar. sizlarni qo'zg'atdikmi nima? O'tiringlar. Yaqay. Qani. O'tiringlar. Bugun bu so'rinimizga Muhammad Ma'limning kegini olamshumul ish o'tdi-ku bu, ha? Shu emasmi? Muhammad Muallim degan kelgusiga dangliq yozuvchi shoirlarni tarbiyalayotgan tursa. Demismi, ras emasmi, ha? Oy, gap qiladish. Ağaç o'tiringlar. Men o'z qo'lim bilan Muhammad Ma'limga bir tutay. Yo'q. Elanga. Men azaldan Elanga. ichib qo'yinglar. Qo'limni yandırmang. Elanga. Qo'limni yandırmang deyman. Elanga. Bo'ldi, rahmat. Qo'limdan elib qo'yib qo'ysangiz mayli. Elanga. Qizlarni ishga yetishmabsiz. Elanga. Voy, unda qilmay elang deyman. Qo'limni yandırmang. Eng yaxshisi men ishmay. Bo'ldi, ichinglar. Rost. Men ishmay. Xo'sh. Keling Muhammad Ma'lim, ikkimiz bir rung so'qishtiryapman-da. Bo'ldi. Eng yaxshisi men ishmay. Voy, ishchinglar. Bir rung kishganga nima bo'ladi? Bizni yaratmayotgansiz-ya. Qizlarni ishga tursa. Bundaq desanglar, meni ta'tir qiynab qo'ysizlar. Eng yaxshisi men ishmay. Asta, ishchinglar. Bo'ldi. Men ishmay. Avval o'tiring. Qani. Hammamiz bir rungdan ichib o'taylik. O'rninglarda turinglar. Hammanglar turinglar. Qani. Xo'sh. Hammanglar o'rninglarda turib, Muhammad Ma'lim bu joyning rohatini bir ko'rsin deyman. Xo'sh. Qani. Muhammad Ma'lim, qani elang. Jahonning rohatini haroq sharobda bilsanglar, amsi bu rohatni sizlarni ko'rib tugdinglar. Men bunga aralashmayman. Voy, kes-kesina. So'rinni kayfini ushirib tazim bir. Shuni deyman. Muhammad Ma'limning yuzi tekilgan bo'ldi-da. Voy, to'kilgida qanchalik yuzi bor? Qaysi sababti bilan o'qituvchi bo'ldi-ki u? Ya raqishmigan, ya tamaki chekmagan. Xizmat deb qilgan ishning tayini yo'q. Quruq palaqishib yurgan. Ko'ramiz va uning qanchalik odam tarbiyalaydiganini. Oningcha kitob bosilib bo'ldi. Vashingda bir kitob qoldi. E'lonlar. O'zimiz o'tiraveraylik. To'g'a. O'qituvchiga kitob bilan o'quvchi bo'lish kerak. Shunda biz o'qituvchi bo'lib tura olamiz. Sizlarda o'qituvchidek salohiyat bor. Lekin haqiqiy o'qituvchiga tushliq fazilat bormi? Axloq bormi? Sizlar shu Muhammad Ma'lim qilgan ishni qaysi birisini qila oldinglar? Men shu Muhammad Ma'limning fikri qo'shilaman. Sizlar o'tirib qolinglar. E'lon. Oy. So'rim bizga qopdi-da. Qo'llarni ochib turinglar. Qani ole? Ya'ni ketadiganlar yo'q-ku. O'tiraveraylik.
Sizgina? Ha. Savoqdoshlar, tövəndə ədəbi ijodiyat kurjigimiz to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. O'zinglarga ma'lum. Bizning ədəbi ijodiyat kurjigimiz qurilib qisqagina bir vaqt ichida nihoyat zo'r shon-sharaflarga erishdi. Savoqdoshlar Ayşemgül Setniyaz bir hikoyalar to'plamini yozib chiqdi. Muxtarning Salom ustoz nomli she'ri Tarim G'unchilari jurnalida e'lon qilinib, keng o'quvchilarning yaxshi ko'rishiga erishdi. Bundaq o'quvchilar oramizda texnik nurg'un. Biz shuni tamoman qezib chiqishimiz kerak. Sizning qo'llashingiz bilan g'amxo'rligingiz bo'lmagan bo'lsa, bu kitobni yozamaydim, Muhammad Ma'lum. Undaq demang Ayşemgül. Bu tamoman sizning tirishchiliginiz. Odam tirishsila hamma ishni qilib bo'ldi. Sizning yaqinda chiqqan asringiz nihoyat yaxshi yozilibdi. O'qidingizmi? Ha, o'qidim, pek yaxshi ekan. Rahmat sizga. Siz yaqindan buyon nima ishlarni qilib yurasiz? Kechiring. Sizga go'dak bola bo'lmasangiz, o'shundaqsiz qilmashamdi. O'ltiring. Har qanday qadam bir ishni qilganda o'ylashib qilish kerak. Siz buni degan bunda xatlar yozuvchi bo'lmang. Mening bunda xatlar o'qiydigan cho'lim yo'q. Hay, to'xtang, men Apa, men keldim. Keldingmi jinim bolam? Ha. Men axirish beray. Bo'ldi, qo'yg'ina. O'zim qilay. Voy jinim bolam, men shu sening to'yishingni o'ylab o'ltag'andim texi. Voy, apa. Kechkish to'yli deydi kelsa. To'yni keyin qilaman degandikin, hozircha oldirmayman. Voy. Jinim bolam, sen keyinroq qilay deganing bilan men shu yurtning oldida qanday yuzimni ko'tarib yurayman? O'ylab boqmamsan. Rahmatli dadamning oldidami? Qandaqmi yuzim yo'riq bo'lsin? Apa, bo'ldi. Ko'nglingni yerim qilmag'ina. Bu nima bo'pti, sening gapingni anglay. Bo'pti, sen degandek bo'lsin. Men sening gapingga qo'shildim. Rasmi jinim bolam? Ha? Seni bir xotirjam qilib o'tay. Rahmat jinim bolam, to'yingni vaqtida qilaversam, sen xotirjam bo'lasan. Men xotirjam bo'laman emasmi? Yurtning oldidami yuzim yo'riq bo'ladi. Rahmat bolam, jinim bolam. Jinim bolam. Bekirib o'ltaqas to'g'an. Hozirla sen yaxshi ko'radigan kudumat setib berman. Maydonning atapi bog'i. O'tiribmisiz? Ko'chat tikmagan qo'shaga. Shu bo'sh yerlarga yangi ko'chatlarni tikib ondan tantarbiya aslalarini Yana o'tiribmading, ha? La, shunda. Ashaqqa. Tantarbiya aslalarini ashaq qo'ysak. Bo'ladi. Qandaq? Shuna qilaylik. Mudir, tezlikmi? Zakir molim, tezlikmi? Tezlik nima ishdi? Men shu opam meni to'y qil deb, yaxshi obdan bo'pti. Safar molimni aytib qo'ydim. Agar vaqtinglar bo'lsa, ishinglarni birga berib o'ltirish berandikin degan. Bo'ladi. Cho'qim borman. Qani, choy ichgacha o'tiringlar. Qaniylar? Rahmat. Rahmat. Qani sizmi? Og'ash o'tiringlar. Elanglar. Siz meylanglar? Endi gapga kelsak, Muhammad Ma'lum boshqa har qanday jihatdan yaxshi. Oila tarbiya jihatdan yolg'iz onaning oldida cho'ng bo'lsa-mu, nay axloqliq, fazilatlik, kasb tirishchan. Maktabimizning ilg'or o'qituvchilaridan biri. Angla
bo'lsam bu yigit kasbga bak qiziqadi ekan. Xizmatimi bek yaxshi ekan. Ammo uy ishlariga pis puxta emas deb anglayman-ku. Endi kasbga o'zini otib etganda bu muallim. Kasbdimi tirishchan, maktabimizdimi ilg'or o'qituvchilarni oldi. Gaz o'choqni yoqolmaydi deb anglayman-ku. Yaqay, Muhammadjonning dadasi kichik chig'ida o'lib ketdi ekan. Shu u onasining qo'lida cho'ng bo'lgan. Turmush ishlarida ras, sal cho'ltaroq, lekin boshqa kelgan botir deb asta-asta o'rganib ketdi. Qanday dedi? Ha? Lekin o'shqishi yo'q. Haraq sharab ichmaydi. Tamokimi chekmaydi. Rost deydi. Muhammadjon odatda kayf safoga yaqin kelmaydi. O'zi nayt tirishcha ham o'quvchilar bo'lgan muomalasi nayt yaxshi. Endi uning tarifini sizga so'zlab o'ltirishning hojati yo'q. O'zingizmi anglagansiz. Bizning kelishdik maqsadimizmi shu? Agar sizlar ma'qul ko'rsanglar, biz berib qolgan ishlarni o'rlashtirgan bo'lsak, bunga qanday qaraysizlar? Muhammadjonga men xili diqqat qildim. Har qaysi jihatlardan bo'ladigan yigitga. Bo'libmi kasbni so'ydi ekan. Bolalar o'zlari kelishgan bo'lsa, bizning boshqa fikrimiz yo'q. Vallahi majburlik qilib bo'lmaydi. Agar bularda o'rtoqlik bo'lgan bo'lsa, o'zlari kelishsa, bizning boshqa fikrimiz yo'q. Shuni qo'ysin. Rahmat sizga. Rahmat. Unda xo'sh berib, bu xush xabarni Muhammad muallimga yetkazaylik. Yetkazib qo'yaylik. Qani. Amsa biz mangayli. Ma'qul amsa. Choy ichmayli ma'qullar. Bo'ldi. Avar qildik. Ma'qul. Xo'sh amsa. Mudir? Ha? Tezchiqma. Tezchiqma. Men bugun sizning oldingizga alohida bir ish bilan kelgan edim. Ha. Maktabimizda qiyinchiligi bor o'quvchilarga yendan 15 ming yuan chiqarib, ularning vaqt qiyinchiligini hal qilay deb o'ylagan edim. Shuni sizni tashkillashish beraman degan. Bo'ladi. Men tashkillashib beray. Tugilardan bizni sinfda ko'rsak. Ma'qul. Undan so'ng telefon qiling, ha? Ma'qul. Rahmat sizga. Xo'sh. Mana tavog'inglar keldi. Muhammadni to'y qilib deb anglayman. Kim bilan to'y qildi ekan odanish? Men mo aniq o'qimadim. Boshlang'ich maktabda ishlaydigan bir o'qituvchi deydi. Er-xotin ikkisini farqat qilib bo'lmag'idek tamdi. To'y to'kinlarga borganda ayollar bilan o'ltirsa bo'lamdi ekan u. Ayol siz o'xshaydi, ha? Aroq sharab ichmagandan keyin, tamaki chekmagandan keyin ayollar bilan birga o'ltirish kerak-da u. Rost aytsa. Qiymadash. Yaqindan beri ishlar qandaqroq? Yomon emas. Voy o'p ketadigan bo'ldingda, ha? Tamoqni yeyni. Ha, men keldi. Qani, ilang. Aramni shunchalik oldingizmi? Yerimizga pul xashlayapti. Olma suydan 2 suydi 2 e'lon dedimmi? Voy, nimaga ishki u? Siz o'g'il olma ya? O'g'il olmay, qarang yuzimga. O'g'il balda saqal burib bosilib bo'lmaydi. Pevidan 2 e'lon. Men ishlayman. Siz ichimsiz? Siz ichsiz. Men pevishmagan bola bilan to'y qilmayman.
Malim, ablakim, koridorda o ishdan ketib siqilib qoldi. Qayerda? Ayda koridorda. Tez bo'ling, malim. Hey balla, ablekinning men bo'lib yetib qolganligini bildinglarmi? Yo'q, bildim. Anladı, soqish po'yishdan ketibdi-ku. Kim bilan shunday bo'pti? Uqdinglarmi? Uni uqmadik. Muhammad muallim bilan-chi ablekim Oyshamni talishib so'qishib ketibdi. Nima? Qizil sumka Oyshammi? Oyshamni. Voy, boshda yeri yo'qkan-a. Shundaymi? Sana yana nim bo'ldi o'g'lim. Men sana shuncha nasihat qildim. Sho'xlik qilma. Darsingni yaxshi o'rgan desam, gap anglamay. Mush ishni tepsanda yana. Bundan keyin o'zingga ko'p diqqat qil. Hargiz oldiraqsanlik qilma. Sestra, menga bir choy kaparsingiz bo'pti-ku. Bu qanchalik ishdi? Rahmat sizga. Men bak asirdi. Bundan keyin men o'g'limga obdan nasihat qilay. Sizni ovora qilmasin. Bo'ladi. Rahmat. Abliki, sho'xlik qilma, ha? Xo'shasa muallim. Men mandim. Rahmat. Xo'shamisa? Xo'sh. Hey o'g'lim. Hamma gapni anglading adash. Lekin bu Oshundaqmi gapni topamdi. Seningda men kichikgina turib, muallimimni yaxshi ko'rib qolamdim. Lekin balnisda yetib qolsa, muallim bilan urushib, Oyshamni talishib, doktorxonada yetqatdi desa, buningga sen ishonamsan? men bu ishonmadim. Menda opam bilan dadam anglab qolsa, qandaqmi qilaman? Maktabda qandaqmi yuzimni ko'tirib shuraman. Qila adash, ko'nglingni yering qilma. Hamma o'tib ketadi. Hamma yaxshi bo'lib ketadi, ha? Biz sening qandaqligingni biladigan tursak, men ya seni xato tushunmasam, bu musobaqalarda urushishgan bo'g'liq bo'ldi adash. Amal bo'ladi adash. Sen bundan ichingga yeb ketma. Bo'ldi yig'lamag'ina. Yig'lama bo'ldi. Muallimga yordamlashsam, ashundaqmi gap topamdi endi. Oyjon, bo'ldi yig'lamag'ina. Bu ishlarni usta-sahal bo'lib ketadi, ha? Ma'qulmi? Shura, oyoqqa berib o'tiraylik. Bo'ldi yig'lamag'ina. Hey, qarqana. Yo'q, kichkina o'xshaydi. Jindra gap qilma. Voy, mudir nima ish kelgandi shuni, ha? Siz o'tiring. Cho'qim bir gap bor. Savodashlar diqqat qilinglar. Muhammad muallim buningdan keyin sizlarga xizmat munosabati bilan
sinf müdirlik xizmatini o'tamaydigan bo'ldi. Uy, bu qanday qildi? Ay, qanday Uy, bu qanday qildi? Ay, diqqat qilinglar, meni gapim tek tugimadi. Mening gapim tek tugimadi. Shunga bugundan boshlab Tahir muallim sizlarga sinf müdirlik xizmatini o'taydi. Voy, bo'ldi, bizga Muhammad Jamol tursin. Muhammad Jamol nemish qilib mas'ul bo'lmaydi-ki? Bizga Muhammad muallim kerak. Bo'ldi qilinglar. Bu maktabning o'rinlashtirishi. Shunga maktabning o'rinlashtirishiga bo'ysunmasanglar bo'lmaydi. Mana Tahir muallim, balalar sizga qoldi. Men chiqayman, ha? Ma'qul. Men chiqay. Voy. Salomdoshlar. Salomdoshlar, diqqat qilinglar. Salomdoshlar, diqqat qilinglar. Bu maktabning o'rinlashtirishiga asosan sinf mudiringlar men bo'ldim. Shunga to'g'ri maslashinglar. Sinf payti kim o? Yo'q, bu sinf payti yo'q. Men bo'ldim. Ismim Aysham bo'ladi. Bo'ldi bolalar. Shuning qaraganda sizlar Muhammad muallimni yaxshi ko'rdiq o'xshamabsizlar. Muhammad muallimning yana sinf mudir bo'lishini xohlamsizlar? Yaxshi. Muhammad muallim chaqirib qo'yinglar. Unda bo'lsa, bu deganinglarni maktab mudiriga deb qo'y, ha? Oxir chiqirib Balla, endi diqqat qilinglar. Biz endi darsga to'liq qatnashaylik. Muhammad muallim o'z kustak bizga muomala qilsa, bunda qilsak bo'lmaydi. Sizlarni bilgansizlar, Muhammad muallimning bizga qanday muomala qilayotganini. Qanday balla? To'g'ri bilmaysiz, ha? Shunda qilaylik. Ay bola, maktab mudirga qarang. Gapirma. Voy, timotag'ini. Gap qilmag'ina. Men qaror chiqib kelsam, nima qilganinglar bu muallimni chiqarib etib? Biz chiqaryapmiz, o'zi chiqib ketdi, biz chiqamiz. Biz ishdim deymiz. Unda bo'lsa, sizlar qanday qilmoqchi? Fikringlar bo'lsa, bir-birlab tanglar. Muhammad Jamolov o'zi kirsin. Muhammad Jamolov birdan fikringlar bo'lsa, birdan tanglar. Unda xo'sizdan. Bo'lsa, birdan tanglar. Siz turing. Maktab mudiri biz Muhammad Jamolimga kunib qolib ekanmiz. Shunga Muhammad Jamolim davomli sinf mas'ulimiz bo'lsa bo'pti ekan. To'g'ri. Necha sizdan? Shundoq, Muhammad muallim bizga mehr muhabbatini berdi, borliqini ato qildi. To'g'ri. Sizdan? Mudir, mening mundaq bir fikrim bor edi. Muhammad muallim sinf mudiri bo'lgandan boshlab sinfimizdagi tarqitish ishlarini yo'qab, sinf daxli natijalik ishlar borliq keldi. Shunga sinfdagi o'quvchilar Muhammad muallimga kunib qolib ekanmiz. Bizga o'zimizning tuqundagi muomala qiladi, bizga yaqinchilik qilib, bizning ishlarimizni jonliq bilan qilib beradi. Shunga Muhammad muallim bizga sinf mudiri bo'lgan bo'lsa, shundaqmi bolalar? Mening fikrimga qo'shilamizmi? Yaxshi. Bo'ladi, o'tiring. Undaq bo'lsa, biz yana bir qayta maslahatlashib baqaylik. Agar sizlar yaxshi o'qisanglar, qaysi muallim bo'lsa o'xshash. Shundaqmi? Shundaq. Endi sizlar kitobinglarni ilib, darsinglarni boshlab, topshiriqlarni ishlanglar. Biz keyingi gaplarni maslahatlashib biraqaylik. Qandaq? Kitobinglarni ilinglar. Voy. Sen qanday yozding? Eklemeyiz olay. Ay bola. Muallimni biz bir xo'sh qilib aytaylik, ha? Qanday xo'sh qilib? Xo'sh qilib aytmaymiz, sizda Ben so'ray kerak. Men patlab yetayimsa. Sen deyirsiz. Bo'linglar. Degan ma'noda qo'shib ketdim. Bo'ldi. O'zing akirsanmi? Sen aytib ber. Bo'la. Qizlarsa supiraveringlar. Bo'ldi.
Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Siz xato qilmadingiz. Sizda hech qanday gunoh yo'q. Siz sababsizla men xato qildim deb o'ylab o'zingizga ep ketmang. Sizning navbatdagi vazifangiz oliy maktab imtihonida yaxshi natijaga erishish. Bu sizning birdan-bir vazifangiz. G'ayratli bo'ling. Hamma ishlar o'tib ketdi. Endi oq urganning foydasi yo'q. Darslarni yaxshi o'rganing. Muallim, men faqat yaxshi qilmoqdiman. Meni kechiring. Bo'ldi. O'zingizni azoblamang. Ma'qulamsa? Xo'sh, muallim. Savodishinglarga yaxshiroq nasihat qilib qo'yinglar. Ma'qul. Jiringlar, musiqni qo'yayman. Yanglar. Bo'linglar, bolalar. Menga, sen menga. Mamam sizlar. Siz oldinglar. Ha, bo'pti. Men boshlab beray, ha? Biling. Ma'lum boshlab. Menga. Qanday qara, yigit? Yaxshi turdingmi? Yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshi. Voy, diqqat qilmay qatsan. Ha, qanday qara? Yaxshi turdingmi? Yaxshi turdingmi? Palampaydan tushman deb o'zingni yarlantiryapsan, ha? Yaxshi. Avaylisang bo'lmamda, ha? Hey. O'zingdek sho'xlik qilding-da. Qanday qada? Qapsan-ku, ha? Qil yaxshi qoldingmi, ha? Buni diqqat qil, ha? Hargiz yiqilib tushma. Palampay degan chatoq. Ha, obdan aramada. Hey, qaraveraqman, jigo. Avaylisang bo'lmamda, ha? Rahmat sizlarga. Meni alaydan yo'qlab kelgan rahmat. Obdaroq arama. Yo'q. Undaq dema. Sizlarni avar qilibdiman. Ha, yo'q. Mana muallim. Sog'lashlarning ozroq bo'lsa-mu ko'ngli. Bu nima qilganinglar? Ana buni ishgan. Yana bumi bor. Rahmat sizlarga. Mana. Avar bo'psizlar. Bir xijil bo'lyapman. Salomatliging ko'proq diqqat qil. Bo'ladi, ma'lum. Ma'qul. Darsda bak keyinda qolding. Shu patroq yaxshi bo'lib darsga bag'in. Og'ratamda. Yo'q. Uning ustiga bu yil oliy maktab imtihoni qatnashsan. Shunga Patroq saqlayib Muallim. sizlar borasizlar, ha? Rahmat sizlarga. Xo'sh. Asli biz burnaroq kelayli deb o'ylagan. Lekin men bu toz yetishmayli ketdim. Rahmat ma'lum. Sizni avar qilibdiman. Bo'ldi, sizdan asra. Ayqiz, men sizni rostilla. Voy, raqat bo'ldi qig'ina. Muhammad ma'lum bizga nima degandi? Biz tek kichik tursak, sen nima gaplarni aytgansan? Muhammad ma'lum nimani biladi deyman. Ishqilib Muhammad ma'lumning degani to'g'ri. Biz tek kichik, biz oldi bilan o'qishimiz kerak. Oliy maktabga o'tgandan keyin bir gap bo'lar. Yurib turib o'qisak bo'ladi-ku, Aynor. Voy. Sen undaq demagina. Hoy! Baqma!
verip mantı etiye. Uqtın mı? To'xtash! Bey, yaxshimisiz? Voy. Maymat malımma. Oynarni lükçeklep bulap ketdi malım. Tez kelgan bo'lsangiz Desa, qayerda? Bey, hozir qayerda? Asta. Maktabning oyliklar qo'risida malım. Tez kelin. Ana, hozirla borib. To'xtab da. Bo'ldi, o'zingizni bismillah. Mana, qizinglar saqlanib qaytib keldi bu. Bo'ldi. Bo'ldi. O'zinglarni bitiringlar. Qo'lim ko'shinglar. Oppa, meni bo'lmasa Ma'qulamsa, o'zingizni ko'proq asrang. Rahmat muallim. Dadang seni izlab ketgan deb balam. Bo'ladi. Men odir aytdim. Uy kirib. Bo'ldi. Men qaytqashtiray. Rahmat sizga. Birdan o'tirib mansiz mamdi. Bo'ldi. Bu ishni Muhammad ma'lum kirganda o'z bilan paranglashib beqinglar. Qandaq? Ha, shunday qiladi. Kiring. Teshikmi mudir? Keling. Voy, teshikmi. Bir ishinglar bormi? Bunda kishi sizni Choy ichgach o'tiringlar. rahmat. Gezxonimizga muharrirlik taklif qilmoqchi edik. Shundaq, sizning yozgan asringiz ko'p g'ulg'ul qo'zg'adi. Sizni izlab ko'p ta'sir topdik. Qandaq, gezxonimizga muharrir bo'g'ingiz bormi? Yo'q. Kichigimdilla o'qituvchi bo'lish orzuyim bor edi. Uning ustiga bu kasbni bek yaxshi ko'raman. Uyda hozir onam yolg'iz. Uning holidan xabar olsam bo'lmaydi. Shunga men boramayman. Kechiringlar. Men darsga chiqib kelay, ha? Ma'qulamsa. Ma'qul chiqavering. Xo'sh. Bu ishni qanday qilsak bo'lar? Endi buningga amal yo'q. Shundaq. Bizmi amal qilmoqdakmiz. Ma'qul. Xo'shamiz. Sizni avar qildik. Ma'qul, xo'sh. Savodashlar.
diqqat qilsanglar. Ilgari bizning sinf darsi nachar. İntizamsiz. Hamma o'qituvchilar qaqshab chiqadigan sinf edi. Lekin hozir dal buning aksicha. Hozir bizning sinf ko'chma bayroqdor sinf bo'lib qoldi. Maktab bo'yicha hammaning oldida. Dunyoda o'zgarmaydigan shay yo'q. Hamma narsa o'zgaradi. Konlarda xatolik o'tkazish ayib emas, tuzatmaslik ayib degan gap bor. Sizlar tuzatdinglar. Demak, sizlar yaxshi bolalar. Hozirgi masala sizlarning tirishib o'rganib, ota-onalarning, vatanning umidini oqlashinglarda qoldi. Sizlarga omad yor bo'lg'ay. Umid sizlar qoldi. Rahmat sizlarga. Hey, ulan nimem ben? Qani kiram. Savoqdoshlar, diqqat qilinglar. Savoqdoshlar, bugun to'liq o'ttir sinfdagi ilg'or o'quvchilarning mukofotlash faoliyatini olib beryapmiz. Bu faoliyatga maktabimizning mudiri Dilbar muallim qatnashdi. Tövanda Dilbar muallimni söz qilishga taklif qilaylik. Qani savoqdoshlar, qatnashaylik. Savoqdoshlar, sizlarning bugungi kayfiyatingizni ko'rib, intayin xushal bo'ldim. Chunki sizlar maktab bo'yicha nachar sinf degan nomni olgandinglar. Endilikda bo'lsa, Muhammad muallimning yetakchiligi va tirishchiligi ostida maktab bo'yicha eng yaxshi sinf degan nomni oldinglar. Demak, sizlarning bugungidek holatga kelishinglar va bugungidek cho'ng natijalarni qo'lga keltirishinglar uchun Muhammad mualliminglar ko'p ajr singdirdi. Sizlar Muhammad muallimning umidini oqlashinglar kerak. Muhammad muallim yana o'zinidan 15 ming yuan chiqarib, sinfinglarda qiyinchiligi bor o'quvchilarga yordam qildi. U yana sinfdagi barliq yaxshi o'qigan o'quvchilarni mukofot bo'yimi bilan mukofotlamoqchi. Tuanda Muhammad muallimni mukofot bo'yimi taqdim berish taklif qilaylik. Muxtar. Texmi kirishdi. Ayşemgül. Texmi kirishdi. Ali. Elqab. Rahmat. Bu Ayşe. Buningdan keyin texnik tirishib o'rganib, maktabni yaxshi natijalar bilan bitirishinglarni umid qilaman. Muhammad muallim, men chiqay. Men chiqayamsa, ma'qul. Qizim, tunugungi maxsus xabar programmasini ko'rdingizmi? Yo'q. Tunugungi maxsus xabar programmasida Eqi Muhammadjonning ish izlarini tunishtirdi qarang. Ish izlari meni bakmi ta'sirlantirdi. U kasbni suydi ekan. O'quvchilarga bakli ko'yindi ekan. Shundaqla opasiga bakli vafodor ekan. Adab axloqli yaxshi yigit topdi. Uning meni bilan nima munosabati bor? Hey, Muhammadjonda yigitlar bu zamonda ozlab ketdi. Menimcha uningda ozdir savallik bo'lsa-mu, yuqorqidek aloyidliklari o'nurg'un kishilarni ta'sirlantirdi. Ish qilib menga faqat yoqmaydi. Voy, sen qanday yigitlar yoqadi qizim? Qara, ham adablik, ham axloqliq, kasbni suydigan, onasi kuyimchan bunday yigitlar bu jamiyatimizda to'liq oz qoldi juma. Bo'ldi qila dada. Hey, muabalani qara.
Hadi, tinchlikmi? Yaxshimisiz? Qanaqa ahvolingiz, tinchlikmi? Yaxshi. Muhammadjon bormidi? Muhammadjon tunugin viloyatlik yig'inga ketgan. Hozir kelib qolamkin, qani uy kirib o'ltirg'ash. Bo'ldi, men mangay. Kelsi deb qo'ying. Men uni xalq maydoniga saqlab qo'yaman. Bo'ldi, rahmat. Kelsi unutib qolmay deb qo'yasiz. Uy kirib bir piyola choy ichga saqlasangiz bo'lmadi. Bo'ldi, xo'sh. Men mangay amsa. Ma'qul amsa. Apa, ben keldim. Voy, canım balam, qaytib keldingmi? Qanaqa ahvoling, yaxshi tudingmi? Yaxshi. O'zingchi apa. Yaxshi. Yo'lda jabot atmagansan, a? Men sana choy Bo'ldi, kerak. apa, o'tirg'ina. Men sana nima keldim? Nima kelding degina? Yog'liq. Menga nimiz yog'liqqa kelib yuriysan? O'zingga bir narsa olsang bo'lmasmidi? Yo'q, apa. Sen meni boqaman, o'qitman deb oz jafo chekmadi. Och qolding, yamoq kiyimlarni kiydim. Endi qiyirg'anda bo'lsa-mu, yasinib chiroyli o'ltirsam, har qatim xizmatdan kelganda seni ko'rib, ko'ngillarim yayrab ketsin, jinim apa. Rahmat balam, insofingga rahmat. Haras, boyam Nusrat qiz ketdikan. Seni bog'chada saqlayman deb ketdi. Tezroq bag'in. Bormayman apa. Voy, nimishqa? Ish qilib bormayman. U o'zimni namaqul bo'lib ketdi-ku. Lekin Sen bormisanchi bu yog'liqni menmi chekmayman? Chekmamsa? Amsa o'zim chekiman. Bu qarab tur, ha? Apa? Bopta, baray. Nah, buni chegib ol, ha? Sening ko'nglingda bo'lsa, baraman. Ha? Apa, baray. Ben baraman. Yasib chiqay, ha? Nimalsiz? Haraqalaydigan. Haraqay yoqda. Yoqda.
Nusret, yaqtirdingizmi? Yaxshimisiz? Saqlab ketdingizmi? Yaqay. Yuring. O yoqqa berib o'tiraylik. Ma'qul. Nima ish qilyapsiz? Ishchiman. Bo'ldi, ishman. Akilanga, men ishchiman. Chunki siz haraq ichmagan, tomoq chekmagan bolalarni to'ymayman degan edingiz Men qarorimni o'zgartdim. Nima? Siz isingiz endi men ketmaychimi? Ay, o'ltiring. O'ltiring. Buning ichidagi suvi so'ydi. Vahaha markaliq mineral suv. Ichasiz? Propiqmi? Bo'ldi, ishmayman. Amsa buni kerigi qolmabdi, ha? Shundaqmi? Mening ichidig'ini qarang. Mana, ha? Ichmayapsiz. Ishmasangiz bo'pti. Aski.
Yılan